Ho'p, bugun bitta ajoyib veb-sayt ko'rdim. Bu именно mana bu sertifikat qanaqadir xalqaro sertifikatga tayyorlanadigan odamlar uchun judayam mos keladigan veb-sayt topdim. Xo'p, bu qanaqa? Mm, bu flashgenius.net degan bitta sayt. Men buni foydalanyapman. CCNA examga tayyorlanish uchun o'zim foydalanyapman. Bunda nimalar bor? Bu sayt qiziq. Mana bu aytyapti o'zi haqida ozgina. Albatta premium aksesi bu pulli turar ekan. Master your certification exam with AI powered practice. Короче, o'zingni sertifikatingni AI bilan practice qilish orqali erish deyapti. Bular biz ya'ni xalqaro darajadagi sertifikatlarni ham поддержка qilar ekan, misol uchun. Xo'p, bu yerda biz biladiganimiz CompTIA Plus bor, CompTIA CY degani bor ekan mana. Security haqida ko'p bor ekan. Xo'p, penetration testing bo'yicha ham bor ekan mana. Ethical hackerlar ishlatadigan ethical hackerlik uchun chiqarilgan sertifikat. Cloud computing, hamma machine learning bor, data analysis, networking bor, mana CCNA ham bor. Men hozir mana shu CCNA'dan foydalanyapman. CCNA'dan foydalanamiz. Yaxshi, juda ham yaxshi veb-sayt ekan. Men premiumni sotib olish ham вообще zo'r. Lekin bir oy uchun $10 ekan. $999. Ya'ni $10 ga yaqin summa. Lekin uni beradigan narsasi juda ham zo'r. Bu nima desa, mana bu yerda common mistake. Siz qilgan common mistake, ya'ni siz qanaqadir narsa o'rganyapsiz, test bo'ladi-ku, o'sha testda qaysi mavzularda qayerda xato qilyapsiz, o'shanisini ko'rsatadi. Sizni analiz qilib turadi doim. Bu yerda flash card yaratsangiz bo'ladi, cheat sheets. Xo'p, va o'zingiz birorta sertifikat tanlab, learning pass yaratsangiz bo'ladi. O'zingiz uchun learning pass, ya'ni bitta sertifikat tanlaysiz, mana bitta o'zingiz darajangizni tanlaysiz va qachon ekzamen bo'lishini tanlaysiz. Bu mana shu kungacha sizga bitta road map yasab beradi. Zo'r ekan, xullas, flashgenius. Mana haqiqiy mock exam qilib beradi sizga. Va siz seni shu yerdan mana simulyatsiya qilib, o'rganib ketyapman. Juda ham qiziq. Xo'p. Go to dashboard, browse certification, start practice. Bitta o'sha nimani tanlaysiz, qaysi sertifikatligini. Mana practice session savol beradi. Mana 10 talik savol beradi. Ketaverasiz. Administrator needs to connect to switch using a single cable to carry multiple VLAN. Which technology should be used? Demak, ikkita switch bir-biri bilan Ethernet kabel orqali ullanar ekan va ular bir-biri o'rtasida ma'lumot almashar ekan. Bir nechta VLANlar o'tar ekan deyapti. Shuni qilish uchun qanaqa texnologiya ishlatilishi kerak deyapti. 8.2.1 trunking, ya'ni trunk bo'lish kerak. Mana correct deyapti. Bu yerda explanation ham beryapti. Mana shunaqa savol javobi shunaqa. Agar xato qilsangiz, xatoingizni ham ko'rsatib, "Yo'q, bu xato. Aslida to'g'ri javob mana bu edi" deb ko'rsatadi. Mana next question. Buni tili qanaqa ekan? Menimcha 100% ingliz tilida bo'lsa kerak. Tilni o'zgartirish yo'q ekan. Shunaqa.
Xo'p, demak 8.1q submit answering. Hope you are troubleshooting a network where some host cannot access the internet. Use suspect default route issue. Which command would you use to verify the default on a Cisco router? You are troubleshooting network where some hosts cannot access the internet. Demak, bitta seni tarmog'ingdagi hostlar internetga chiqa olmayapti ekan, shunaqa problema bor ekan deyapti. Sen sezib qolding o'sha default route bilan xatolik borligini, default route bilan muammo borligini sezib qolding deyapti. Qaysi komandani sen ishlatasan? Default route'ni tekshirish uchun qaysi komandani ishlatasan deyapti. Show IP route. Xo'p. Demak, correct. Show IP route command display routing table including default routes. Xullas, meni beradigan messajim shu edi. Yoqqan bo'lsa, xursandman.